emas qarindoshlar. Biz endi qanday qilamiz? Ben bu şekilde kamera açmayı qarindoshlar. Ama hazır. Chidog'siz birisi bilan ko'rishdim hozir. Vatanning ma'lum bir yerdan maxfiy shaklda to'g'ri chiqib men bilan ko'rishdi. O yerning nalikini bildirmaslik uchun uni demayman. $500 qizvolni, 300 o'g'ilvolni ota-onasidan balchaqlaridan ağrıp ma'lum bir yerga kelib ularni bir yerga zavodga deb solabdi, turmadagi ekan. Turmaning zavod o'xshaydi. O'g'illarni ishiltib deydi. İşləvatımız. Ama qızlarning hech qaysi yo'q. 500 tövəni 16 yaş, yuqarısı 25 yaşlıq qızlarni elib ketdi poyezdda bir yerga. Ne ketganligini bilmaymiz. Bütün hammasining xabari yo'q. Deb nurg'un narsalarni deb berdi. Men hozir hamma narsalarni deb bir bo'lolmaymiz. Qarindoshlar, kayfiyatim ajoyib buzildi. Biz hech qilolmadim. Jinimni tikib qo'yib to'g'ri chiqdim. Men hozir bölüp qilishim mumkin deydi. Agar bölüp qolsa o'ldirib o'tishim mumkin. Ammo bu azoblik chidag'ili bo'lmadi. Biz hech qilolmay qoldik bu yerda. Amalimiz bo'lmadi deydi. Sizlar nima ish qilyapsizlar deydi. Sizlar nima ish qilyapsizlar deydi. Sizlar bir amal qilinglar, vatanda bek o'ldirib o'tib bordi bizni. Qizlarimizni hozir bütün yosh qizlarning hammani ichkariga akirib yo'q qilib o'tib bordi. Nadaligini biz bilmaymiz. Balalardan, ota-onalardan ağrıp, kichik balalarni bir yanga, yoshlarni bir yanga, cho'nglarni bir yanga ağrıp, müstəveyran qilib o'tdi. Hech qanday amal qilolmayapmiz. Sizlar nima ish qilyapsizlar deydi. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Men bugün kayfiyatim intayin yaxshi edi. Do'ppi bayrami deb nurg'un Facebook'larda do'ppi bayramini tabriklayotgan qarindoshlarimizning videosini ko'rdim. Ko'rib ko'nglim biroz xush oldi. Ammo biz bek oldinib ketyapmiz. Biz bek oldinib ketyapmiz qarindoshlar. Biz do'ppi bayrami bizning milliy bayramimiz. O'tkazsak bo'ladi. Namoyishlarni qilsak bo'ladi.
Ama bu işler bizni aldap koymasın aziz qarindoshlar. Bu xizmatlar bir-biriga hech qanday bir şekilde zid kelmaydi. Ama vatanda hozir mana hozir mezyotidi. Ko'rishdik, biz ko'rishyapmiz. Ama men chidab bo'lolmay ekranni ochdim. Sizlar nima ish qilyapsizlar degan gapi pek menga keldi. Hammalarga kelish kerak aziz qarindoshlar. Sizlar nima ish qilyapsizlar deydi. Men degan Facebookni ochgan vaqtimda mening qildigan xizmatim Facebookda bo'lganligi uchun Facebookni ochaman. Açsam qarindoshlarning video rasmlarini ko'rib xushal oldi to'pi bayramini tabriklayotganini men ko'rdim. Ammo vatandagi qarindoshim menga hozirning o'zida sizlar nima ish qilyapsizlar debdi. Biz to'pi bayramini tabriklayotimiz diyemadim. To'pi bayramini tabriklayotimiz diyemadim. Men nomus qildim. Bizni bek o'ltirib bordi deydi. Nim deyishimni bilmadim. Ama biz şu to'pi bayrami, yog'liq bayrami, Noro'z, Meshrab ma ishlar bizni aldaydi aziz qarindoshlar. Bu bizning chiqish yo'limiz emas. Biz burunmi qilibdik to'pi bayramini Xitoylar chiqargan. Xitoylar qilib berdi bizga vatandagi vaqtimizda to'pi bayrami deb. Ama Jang Chunshanning oldidagisi, ya'ni bir Xitoy kelgan. Onun oldida bir Xitoy Xinjiangga boshliq qo'ygan. Bizning vatanga Sharq Turkistonga. Şumu to'pi bayrami deb bütün idora organlarda to'pi bayrami o'tkazgan. O'tkazish haqqimiz bor. Ammo bizni aldab qo'ymasin aziz qarindoshlar. Bu milliy bayramlar yoki Meshrab millatning kültürü, madaniyati davatimiz. Biz millatning madaniyatini, kültürünü, kimligini saqlashga majbur biz. Ammo buni asosliq vazifamiz, xizmatimiz yoki gündem qilib maqsad millat ayadi bizdan sizlar nima ish qilyapsizlar deb so'raydi-ki. Sizlarcha nima deb javob bersak bo'ldi hozir. Masalan, bir vatandan bir qarindoshimiz sizlarga xat yozib, sizlar nima ish qilyapsizlar desa, biz to'pi bayram qilyapmiz, Meshrab qilyapmiz. Millatning kültürünü, ana tilini yaşatış uchun maktablar ichib bolalarimizni o'qityapmiz deb javob bersak, shular nimada? Meningki gapimni to'g'ri tushunsangiz bo'ladi. Milliy madaniyat, kültür, kimlikni qo'g'dash bizning ustimizga vazifa. Ammo namoyish hozir hammaylar madaniy ijtimoiy faoliyatlarga yo'linib miniversak bu şekilde millat ayada tugab ketadi ekan. Birisi bugün jinni tikib qo'yib to'rg'a chiqibdi. Meni bilib qolsa o'ltirdi hatta deydi. Chunki xalqimizni bek o'ltirib bordi deydi. Şunu ben işkiranını bu şekilde açmayayım normalde. Ama ben o sizler neymiş kılıbasızlar degen soğalık ben cevap veremedim gapning rostı. Çünkü biz tünügün değişip Uyghur halkı chet eldagi muhojirlar chet elda neymiş qilmasa qila oladi ekanmiz-chu. %100% qila oladi ekanmiz. Masalan, nima ish qila oladi ekanmiz? Siyosiy faoliyatlarni qila oladi ekanmiz, ijtimoiy faoliyat qila oladi ekanmiz. Qurolli harakat qila oladi ekanmiz, akademik harakat qila oladi ekanmiz. Bir Uyg'ur bugun Sharq Turkiston xalqi uchun nima ish qilaman desa, qila oladi ekan. Chunki biz buni yakunlab chiqdik. Qila oladi ekan aziz qarindoshlar. Ammo biz nurg'un ishlar bilan oldinib
qilsak bo'ladi qo'shimcha shaklda, ammo bizda hal qilg'uch xarakterda bir xizmat qilish nimamiz kam. Tünügün bir Gollandiyalik bir qarindishimizga debdi. Hech qanday amalinglar yo'qmi sizlarninki? Mushunda ishlar bo'lib ketibdi. Gollandiyanimi Germanlar bosgan. Boshqa vaqtdan bularni o'zi kuchli shaklda qarshi turgan. Amal izlagan. Sizlarning bir amalinglar yo'qmi deb so'rabdi. O'zinglarni ko'ydiranmamsizlar. Yoki qahramonlar chiqmamdi sizlarning oranglardan. Debdikan o qarindishimizmi. Ona loyiq shaklda javob beribdi. Ammo bu yerda bunday bir masala bor. Birisi Sharq Turkistondan chiqadigan bizdek qarindoshlar bir ish qila olamdi, qila olmamdi degan masala bor. Hamma ishni qila oladi ekanmiz. Hamma ishni. Qila olmaydigan bir ishimiz yo'q ekan. Hozir bizning mag'lubiyatimiz bizningki eng nomus qilarlik yerimiz bu ekanda, masala bu ekan. Hamma ishni qila oladi ekanmiz biz. Mayli qurolli harakat bo'lsin, mayli boshqa sohalar bo'lsin, butun ishni qila oladi ekanmiz, ammo nima uchun qila olmadik? Masala bu. Zat bizning qiyg'imiz yo'qmi yoki? Ammo biz pul ketmaydigan yoki qo'limizdan kelayligidek ishni qiladi ekanmiz. Chiq qildi ekanmiz, chiq bozorga soldi ekanmiz. Masalan, bugun hammalar do'ppi bayramini qutlay oladi ekanmiz. Men qutlab qo'yay shu banada, do'ppi bayramingiz muborak bo'lsin. Ammo naq shu do'ppi bayramini qutlayotgan minutda vatandagi bir qarindishim jinni tikib qo'yib, menga sizlar nima ish qilyapsizlar deb xat yozdi va savol so'radi. Bunga nima deb javob beramiz? Biz bilan 500 qizlarni akilib akatgancha yo'q ichaga dedi. Yani qayta deyman. Bizning 16 yoshdan 25 yoshgacha qizlarimizni Xitoyning ichki o'lkalariga kirib yo'q qilib o'tib bordi. Unda biz nima ish qilishimiz kerak deb so'rashinglar mumkin. Qurolli harakat, siyosiy harakat, ijtimoiy harakat hammani qila oladi ekanmiz. Cho'qim bir odamning boshlab qilib berish hojasiz deb qarayman. Qo'limizdan hamma ish keldi ekan bizning-chu bu yerda. Qila oladi ekanmiz. Qilimiz desek qila oladi ekanmiz. Mayli konsulning oldida bo'lsin, mayli qayerda bo'lsin. Mayli istixborot tashkilotlarini qurish bo'lsin, mayli shu davlatning istixborot tashkilotlari bilan ko'rishish bo'lsin. Tungin bir Sharq Turkistonlik qarindishimiz menga bunday bir gapni qildi. Dediki, agar Sharq Turkistonning qutulish ishida Isroilga yordam qilib qolsa, men Netanyahuning qo'lini so'yman dedi. Buni o'ylanib beqishga tegishli ishlar. Chunki ayada insonlar o'lyapti. O'layotgan insonlarni qutuldirish uchun biz jiq odamning qo'lini so'yishga to'g'ri keldi. Ularning homiylik o'tashga to'g'ri keldi, payg'ambarga o'xshash. Yoki sahobalarga o'xshash. Madinaga, Abasistonga, Toibga chiqib kafirlardan yordam so'ragan o'xshash. Masalan, shu men naq maydonda vatandagi shu qarindishimiz bilan ko'rishib o'tib turiblar, men ekronni ochdim. Chunki chidayolmadim. Nima ish qilyapsizlar deb so'radi. Ma namoyish, ma o mashrab bayram, bu va kaza ishlar bilan biz aldanib ketmaylik. Aziz qarindoshlar, vaqt bayramimizni qutlaylik. Mashrabimizni o'ynaylik. Ammo xuddi bugun bir qancha narsani ko'rdim men to'g'ri. Qarasam bir yerda Uyg'urlar yig'ilibdi. Ko'k bayroq, qizil bayroq. So'zlanib yig'inlar ichilyapti. Uyg'urlar ko'nabdiq bu ishlar hozir. Yig'in, majlis, namoyish, faoliyat, mashrab. Bununla ko'nabdiq. Ma ish baxatarlik ish aziz qarindoshlar. Namoyishlar ko'nab qilish, mashrablar ko'nab qilish,
yig'inlarga ko'nab qilish, mash bek xatarlik ish. 30 yilning mabeyinde, 40 yilning mabeyinde aşındaq faoliyat qilib keldik biz. Ama agar millatni qutqizamiz desek, ko'ngan narsalardan chiqishimiz kerak, biraz oldiq ilgarilashimiz kerak. Boshqa harakatlarni o'ylab beqishimiz kerak biz. Bo'lmasa xalqimiz bizdan so'raydi, shu o'lganlarning hammasini qazasi biz keladi. Ularning so'rqini biz beramiz. Chunki biz hamma ishni qila olamiz emasmi? Bugun chet ellik Uyg'urlar hamma ishni qila oladi. So'z yodinglar ching tursin, hamma ishni qila oladi. Nima uchun qilolmadik? Biz qilmayotimiz uni. Kuchimiz yetmadimi? Yo'q, kuchimiz yetadi. Uyg'urning qurol elish kuchi yetadi. Boshqa harakatlarni qilish kuchi yetadi. İstihbarat teşkilatlarını qurish kuchi yetadi. O'zlarining orsidagi xoinlarni tozalash kuchi yetadi. Men bugun bir rasmni ko'rdim Facebookda. Qarasam bir xoin bilan boshqa kishilar rasm uchibdi. O xoinni ma'lum bir davlatningki hukumati tutib josuslik qilding deb nim qilgan uni, tutgan. Qarasak şunun etrafida nurg'un insonlar. Ya bu bizdeki qandaq gap hamda uni tushunmadim. Yani Uyg'urlar hamma ishni qila olamiz, nima uchun qilolmadik? Shunga hozir ikkirandan taqibday vaqtinglarni ko'p olmay biz izlanaylikki bu jahozning ichidan chiqaylik. Kategoriyanın içinden çıkaylı, namayiş kategorisi, meşrep kategorisi, bayram kutlaş, ana til, mağarip, hemimiz öz yolda mağdağın nesler o, normal. Bizim ballarımız hep meniyordu o neslerini. Ama vatandakilerin kutkuzumuz dedik Allah'a. Vatandakilerin kutkuzumuz deyip kalsak, kategoriyadan çıkıp yeni bir yol, yeni bir el kılgıç nesini izlenmesek, ola bizden işte soraydıken bizni. Biz ağır derecede vazifeni atadık aziz qarindoshlar. Allah'ım oldu razı olsun. Vaqtini qo'ydim, Allohga emanet.